Ishon, hozir hayotimiz bittada yaxshi bo'lib ketadi. Ha, pochtaga sotyapsan. Hozir bitta gol uradi, 200 million ko'taraman. Ishon, kontraktni ham to'laymiz, ana aytgan biznesni ham boshlayveramiz. Lekin mashina ham olaman. Da, конечно, jigar. Ishon, hozir hayotimiz bittada yaxshi bo'lib ketadi. Ha, pochtaga sotyapsan. Hozir bitta gol uradi, 200 million ko'taraman. Sen hali tavba qilmadingmi? O'tgan safar kontrakt pulini tiqib yubording. Uyindagilar qiynalib to'lashdi. Bu safar nimani tikding? To'xta. Senga kvartirani pulini yig'ib bergandik. O'shani tikib olmading? Ishon, mana shu oxirgisi. Menga pul kerak. Pul hammaga kerak. Menga zarurroq. Ertaga qaytaraman. Sen har kuni pul so'rab kelyapsan. Narkotik o'tirib qolmaganmisan mabodo? Kundan kunga psixiklashib boryapsan. Ozizgina qarzga botgan joyim bor. Bugun cho'tka uylantirib qo'yganman. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Menga qara, hali sen qimor o'ynayapsanmi? O'zingga achinmasang ham ota-onangga achingan. Menga qara. Bilsam men hammasini ular uchun qilyapman. Ularning hech kimdan kam bo'lmasligi uchun harakat qilyapman. Ko'chada ikkala mashinani uyga bostirib qo'ygan, tilla taqincha qilib burkangan, o'zidan boyni yasaganlar oldida ularning yuzi yerga qarmasligi uchun harakat qilyapman. Sen bilasanmi? Kontrakt to'lamaganimda, qanday qiynalib yurganimda, dadamni hamma topgan pul menga ketayotganda, qanday jirkanch yo'llar bilan pul qidirib topganimda, qanday ahvolda edim, sen bilasanmi? O'shanda deb yuborgan bo'larding. O'zingcha sen ham boyni bilasan-da. Mana shu qimor men uchun yechim bo'lgan. Mana shunda men rizqim bor deb o'ylayman. Qimor hamma uchun harom bo'lsa ham men uchun emas. Ha, yaxshi tushundim. Kartanga 25 million so'm o'tkazib qo'ydim. Faqat ertadan kech qolmasin, chunki men ertaga do'konimda arendasini berishim kerak.